Yurtimizda nuroniylarga alohida hurmat-ehtirom ko'rsatilmoqda. Chunki keksa avlod vakillarini e'zozlash, ularga mehr-muruvvat ko'rsatib, g'amxo'rlik qilish xalqimizga xos fazilat. O'z navbatida ko'p yillik hayotiy tajribaga ega mehnat faxriylarining o'gitlarini eshitish har bir yosh avlod uchun ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Bulung'urlik bir guruh yoshi ulug' keksalardan iborat keng jamoatchilik vakillarining Samarqand shahri bo'ylab sayohati va nuroniylar maskanining yangi qiyofasi bilan yaqindan tanishish jarayonida bu yana bir karra namoyon bo'ldi. Darhaqiqat xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida samarali mehnat qilib, bugun ham yosh avlod ta'lim tarbiyasi, yurt ravnaqi, xalq farovonligi yo'lida mehnat qilib kelayotgan bulung'urlik nuroniylar Samarqand shahrining diqqatga sazovor joylaridagi o'zgarishlar, yangiliklarga guvoh bo'lishdi. Ular tinch, osoyishta yurtning fuqarosi sifatida shu kunlarga shukronalar aytib, ichki va tashqi sayyohlikning rivojlanayotgani, yoshlarimiz uchun yaratilayotgan imkoniyatlarni alohida e'tirof etishdi. Amir Temur maqbarasi, Registon maydoni, Xo'ja Doniyor ziyoratgohi, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti, davlat va jamoat arbobi Islom Karimov maqbarasini ziyorat qilib, qadim kentdagi yaratuvchilik ishlaridan hayratlanishdi. Biz nuroniylar yoshlarni vatanga mehr-muhabbat ruhida tarbiyalashga, hayotni sevish ruhida tarbiyalashga, mehnatni qadrlash ruhida tarbiyalashga, oilani, vatanni qadrlash va sevish ruhida tarbiyalashga alohida ahamiyat qaratyapmiz. Chunki mana men bitta bir nuroniy sifatida shu narsani aytmoqchiman. Mana shu nuroniylarni mana shunday jamlab, mana shunday bir araga chiroyli suhbatlar uyushtirish bu nuroniylarga kuch bag'ishlaydi. Qalblarini yoritadi. Bularning mehrini oshirib, hayotga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Chunki bilasizmi, hamma narsa e'tiborda. Mana agar e'tibor bo'ladigan bo'lsa, mana qarang, mamlakatimiz qanday gullayapti, yashnayapti. Bu prezidentimizning mamlakatimizga bo'lgan e'tiboridan. Yoshlarning hayotda ko'rganmidingiz? Mana hozir butun xalqaro musobaqalarda g'olib chiqyapti. Fanlar bo'yicha ham g'olib chiqyapti, sport bo'yicha ham g'olib chiqyapti. Ilgari bunaqa holatlar bo'lmagan-ku. Bu shu muhtaram prezidentimizning yoshlarga bo'lgan e'tibori. Mana keksalarni qarang. Mana shu keksalarni bo'lgan e'tibori tufayli mana bugun mana shunday viloyatimizda bir ajoyib nuroniylar kashonasi barpo etilibdi. Mana bugun barcha bulung'urlik nuroniylar kelib bugun mana shu prezidentimizning tashabbusi bilan koshona tashkil etilgan ekan. Mana koshonada bugun mehmon bo'lib, mana shu yerda yaratilgan sharoitlardan bahramand bo'lyapmiz. Qarang, istagan kitobni topishingiz mumkin ekan. Xohlasangiz shaxmat o'ynaysiz, xohlasangiz shashka o'ynaysiz. Barcha imkoniyatlar bu nuroniylarga yaratibdi. Mana shu narsani ko'rib men bir nuroniy sifatida, bir keksa pedagog sifatida juda minnatdor bo'ldim. Juda quvondik. Shaxsan men o'zim barcha tadbirlarda qatnashaman. Ayniqsa shu yoshlarni tarbiyalashda mehnat sevarlikni o'rgatyapman ularga. Masalan, bog'dorchilik, uzumchilik bo'yicha men yuqori muvaffaqiyatlar erishdim. Viloyatda birinchi o'rinda oldim. Mana shu yerga olib borib bolalarni mehnatga, meva-chevalarga, tabiatga bo'lgan munosabatlarni o'zgartirdim. Qo'limda 20 dan ortiq ish ishlaydi. Shular hammasini o'rgatib, kerak narsalar bilan ta'minlayman. Endi qarang, bugungi kunda shunday bir ajoyib joyda sayr qilar ekanmiz. Mana mashinalar bilan birgalikda bu zamonamiz muvaffaqiyati. Taraqqiyot oldinga ketyapti. Nega biz orqada qolishimiz kerak? Prezidentimiz aytayapti. Siz o'zingiz bilganingizni yoshlarga o'rgating. 3 avlod uchrashuvida ishtirok etaman, uni musobaqalarda ishtirok etaman. Yoshlarga borib mana shu bilimlarni o'rganishda men hormay tolmay charchaganimiz yo'q. Hamma soha bo'yicha biz doim prezidentimiz qo'llab-quvvatlaymiz va qo'ldan kelgancha ayni paytda yordamlarimizni ayamaymiz. Samarqand shahridagi nuroniylar maskanining yangi qiyofa kasb etgani, bu yerdagi shart-sharoit va imkoniyatlar mehnat faxriylarida iliq ta'sirot qoldirdi. Yoshi ulug' otaxon va onaxonlar shunday qulayliklardan mamnun. Ko'zimiz bilan ko'rgan narsalarimizni biz kimga olib ketamiz? Uyoqqa olib ketmaymiz-ku. Biz yoshlarimizga, nabiralarimizga, bolalarimizga, qolaversa maktab o'quvchilariga bularga hammasini o'rgatib borishimiz kerak. Mana bu yaratilgan sharoitlarni ko'rib endi so'z bilan ta'riflash ojiz. Chunki qarang, hamma imkoniyat, hamma sharoit bo'lsa, bularning hammasini uyushtirgan kim? Bolalarga tushuntirishimiz kerak. Vatanimizga muhabbat, O'zbekiston degan mamlakatga muhabbat, unga bo'lgan izzat, hurmat ekanligini bildirishimiz kerak. Chunki
Bitta narsani biz 2 marta takrorlaymiz. Ona vatan deb ataymiz. O'zimizni tug'ishgan onani ona deymiz. Agar shu gaplar rost bo'ladigan bo'lsa, biz ona vatanimizga yoshlarni tarbiyalashni o'rgatishimiz kerak. Tarbiyalashimiz kerak. Bizni oldimizda mana shunday vazifalar turibdi. Bizlarda rayonimizdan 50 dan ziyod nuroniyni yig'ib, shahrimizning obod, tarixiy joylariga, go'zal maskanlariga kun bilan bizlar sayohat qildik. Bu bizlarning mana shu soatlarimizni, kunimizni barakatli qildi. Buning tagida da mana shu prezidentimizning e'tiborlari mujassam. Bugun nuroniylarimiz ham ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash, yoshlarimizni yurtiga sodiq, vatanparvar qilib tarbiyalash, o'z hayotiy tajribasini kelajak avlodga o'rgatish, kitobxon o'quvchilar safini kengaytirish bilan bog'liq vazifalarni bajarishda faol ishtirok etishmoqda. Umuman olganda ularning ijtimoiy faolliklarini qo'llab-quvvatlash maqsadida faxriy murabbiy ordeni va mehnat faxriysi ko'krak nishoni ta'sis etildi. Bu esa keksalarimizga berilayotgan yana bir e'tibor namunasidir.